Xalqaro oilaviy shifokorlar kuni. Aziz do'stlar, shunday ekan, doimo salomatligingizga e'tibor bering va hozir biz studiyamizga malakali nevropatolog va ignoterapevt Aziz Sharipovni taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisizlar? Aziz Sharipov, Husan Sharipovga va Soat Sharipovga umuman aloqalari yo'q. Azamat Sharipovga umuman aloqalari yo'q. Bu kishi nevropatolog. Albatta. O'rtaga keling. O'rtada o'tirasiz. Qani? Marhamat keling. Kelibsiz. Ko'rganimizdan bog'ayatda xursandmiz. Iltimos, shu nuqtalaringiz bormi? Shular bir kelishib gapirsa. Qaysi nuqtani bossa kam gapiradigan bo'lib qolamiz sizni eshitish uchun. Kam gapirish ham mayli. Shu galma-galdan. Galma-galdan. Dabir. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. To'g'risini aytsam, o'zimni imtihon topshiradigandek his qilib turibman. Oho, mana 3 ta domla turibdi, bemalol. Endi savollar tortasizmi deydik. Xush kelibsiz, Aziz aka. Rahmat, Xalqaro toifadagi mutaxassissiz. Tibetda tahsil olganlar, qancha ma'lumotlari bor va qanchadan qancha odamlarga yordam berganlar. Mana shu igna terapiya bilan, to'g'rimi? Shu nuqtalar bilan ishlaydilar. Hozirgi kunda o'zi ignoterapiyani vatani Xitoy hisoblanadi, qadimgi 4000 yillik tarixga ega. Dunyo bo'yicha statistikani oladigan bo'lsak, igoterapiya orqali tuzalganlar soni boshqa davolash usulidan ko'ra ko'proq hisoblanadi. Nega? Chunki u juda ham oddiy, sodda va qisqa muddatda zo'r, chiroyli ko'zga ko'rinadigan natija olish mumkin. Masalan, deylik, mana hozirgi kunda stress, depressiya, vahima, vasvas kasalliklar ko'payib ketgan, to'g'rimi? Juda. Menimcha ikkitadan bittada bor bu. Bor. Uyqusizlik o'shancha kiradi. To'g'ri. Ana shu shunday nuqtalar borki, asabga qo'yganda shuni asab tinchlantirib qo'yishi mumkin. Vahima bo'lmas, bizda bemorlarimiz bor, aynan stress, depressiya bilan keladiganlar. Bir bemorimiz keldi, Azbek aka, shunaqa stress bo'lib qoldimki, mashina haydab ketadigan paytda orqasidan kimdir kuchli signal bergan evaziga asabiylashib, уже tormoz bo'lib qolgan. Doim hatto shu. Antidepressant preparatlar, dorilar ichib yurgan bir tanishimiz orqali kelib qoldilar. Men aytdim, bo'ldi, bizdan igoterapiya olsangiz, xudo xolasa bir kursni olasiz, bo'ldi, bu muammongiz yopiladi. Kamida 50% ga, kamida. Hattoki bir kursni o'zidanmi? Bir kursimiz 5 kun hisoblanadi. Bu optimizatsiya qilingan metodika. 5 kun oladi, qarabsizki, o'zi u vahimasi joyiga tushadi. Ya'ni stress, vahimasi, hayajonlari, u narsalar yo'qoladi. Yoki uyqusizlikda ham nuqtalari bor. Masalan, ko'pchiligimiz kech yotamiz. Nimaga? Uyqu kelmaydi, 11, 12, 1 qilib yotishadi va ertalab turganda ham charchab turadi inson. Teletomoshabinlarga shunday nuqtalarni ko'rsatmoqchiman. Agar xohlasanglar. Albatta. Stress va asosiysi uyquni nuqtasini. Hozir igna bilan ishlashda shunaqa demoqchimisiz yoki uy sharoitida demoqchimisiz? Hozir keling. Igna bilan ko'rsatib beraman. Igna bilan. Hozir qarang, Ma'murjon juda ham asabiylashadi. Asabiylashmang, Ma'murjon. Qarang yuzlari hatto. Asabiylashmang, mana yordamga keldilar. Ignadan oldin bu teskari natija ham berganmi yo bermaganmi? Qarang, igoterapiyada hech qanaqa teskari natija yo'q. Maksimum salbiy ta'siri ham yo'q. Yo'q, maksimum bu natija bo'lmasligi mumkin. Bu faqatgina kinoda, actionda, Xitoyda, endi insonlarni qiziqtirish uchun, masalan, ayrim nuqtalarga qo'yadi, inson qotib qoladi. Bu kinoda. Kung Fu Pandada. To'g'ri. Bu kinoda. Hayotda aslida u nuqtalar davolash uchun ishlatiladi. Bo'ldi, Ma'mur aka ishondilar, endi boshlasangiz bo'ladi. Ma'murjon aka? Ma'mur akamga xohlasangiz, nega endi men? Nimaga endi sizlar asabiylashyapsiz? Sizda nuqtalar ko'p-da aka. Yo'q, to'xtang. Bu yerda Yo'q, Xondamirni chaqiramizmi? Hammani o'z vazifasi bor-da bu yerda. Mana men oshxonada ishlayapman. Mana barabanchi ham yaxshi, davulchi. Yo'q, barabanchi bo'lmaydi. Unga birato'la suyagiga qadab qo'yadi lozim. Umrlar uzoq. Juda ham chiroyli kelishgan yigit, sizga aytsam, Ma'murjon. Qarang, o'zi ignani ham shunaqa har bir tochkasini, nuqtasini nomlari bo'lar ekan, baribir. To'g'ri. Qanaqadir nomlari bo'ladi. Bu yerga bo'lsa bir narsa deb nomlaydi. Va o'z o'rnida keyin aka shuni ninalar sanchib keyin gaplashaylik. Hop, yana bir filmni ko'rgan edim. U yerda o'sha filmga qo'yilgan nom aynan
Поцелуй дракона, ya'ni drakonning o'pichi. Jet Li. Shunday, ha, Jet Li'ning Jet filmi. Li, to'g'ri. Aynan mana shunday nuqta ham bor ekanki, aynan shu Ninani o'sha yerga tiqib qo'ysa, Qon hammasi yig'ilib, harakat shu qila olmay. Ya'ni filmdami? Bor, potsuluy drakona nuqtasi bu ensa sohani. Ensa? Da, ensa sohani. Ay. Men endi chetida tushundim. Qizni qo'yiladi. ensasini qotirsa Yumshoqroq. Zatilishni oblast deydi. Endi u nuqta o'zi aslida qafaqon kasalligi, davleniyasi bo'lsa qo'yiladi yoki zreniyasi past bo'lsa qo'yiladi. Ya'ni masalan bir bemor, bir inson keldi, ko'rishi yaxshi emas. O'sha nuqtaga qo'yganimizdan keyin 15 minutdan keyin ko'z ko'rish ravshanligini o'z natijasida ko'rishi mumkin. Shunchalik igoterapiyaning zo'r ta'siri bor. juda soz. Aka, sizga aniq ajdahoning o'pichi kerakmi, Ma'murjon aka? Albatta, menga ko'zim to'g'ri tan olaman, ozgina zreniyam past, agar zo'r Ko'rish bo'lardi. qobiliyati. Ana o'shatga Ma'murjon aka qo'rqmaysizmi? Boshlaymizmi sizga? Hozir shoshmang. Hozir Men o'sha ajdahoning Bo'ldi, siz o'pishidan oldin gapiring. demoqchi edim. Yo, gapirib oling. Davri keldi, Biz davri hozir keldi. Ninani sizdan boshlaymiz hozir. Xullas, birozdan so'ng aysizlar, mana shu yerda muolajani ko'rasiz, o'zingiz guvohi bo'lasiz. Mana Ma'murjon yordam beradilar bunda. Voy, bularni o'tirishini, xotirjamligini har kuni keling efirga, o'zim olib boring. Ha? Hozir Gapimni hech kim bo'lmayapti. Hozir stressga qo'ydik Ma'mur akaga. Stressga qarshi. Da, asablari, vahimalari, vasvaslari yo'qoladi. O'sha ta'siri boshlandi. Mana qarang, qizarishni boshlandi. Bu qizargani Ninani ta'siri bo'lgani. Ta'siri? Da. Juda qiziqarli taraf shundaki, masalan biz stressni o'chiramiz normagacha. Ya'ni masalan stress normasi 100 bo'lsa, biz 70 qilib bera olmaymiz. To есть o'zi tabiatan qanday bo'lishlari kerak bo'lsa, xuddi shunaqa qilishimiz mumkin. O'zlarining holatlariga keladilar, Shunaqa. tabiatdan qanaqa bo'lsalar. Masalan, hozir masalan necha kirdingiz? 25 gami, 26 gami? 18. Shu yoshgacha hayotda har xil sinovlarni ko'rganlar. Odam shu vaqt jarayonida asabiy bo'lib qoladi, Muhabbat depressiyaga sinovlarini tushadi, stress bo'ladi. Ana shu asl qanday bo'lsa, xuddi shunaqa bo'ladi. Hozir mana qo'llariga qo'yamiz, qarang. qo'limni ham aniq qilasiz. Bu nimaga? Bu tanadagi butun og'riqqa. Yo'q, Tanadagi og'riqlarga, ya'ni belga, yelkalarga, oyoqlarga, Ana bu tanadagi yerlar ham jabr. og'rig'iga, ya'ni чувство тяжести, ya'ni tana og'ir bo'lib yurgan holatga buni qo'ysak og'irlik bo'ladi. holatda. O'zi ertalabdan Shunaqa. qiynalyapman deb kelgandilar. Ozgina, Mana shunaqa. hozir yengillashyapsizmi? Qanday his qilyapsizlar o'zingizni? Yengil, nima deydi? Bu hozir stressga qo'yilgan Nina, men tushuntirib berishim bo'yicha, haligi mashinadan, balandlikdan bunday o'tsangiz qanaqadir bir Oshqozoningizda uz degan narsa bo'ladi-yu. uzilgandek yengil bo'lib qolasiz-ku, xuddi shunaqa bo'lyapti. Shunaqa. Yengil. Ya'ni igoterapiyani qo'ydingizmi? Qo'yganingiz zahotiyoq o'sha 2-3 daqiqadan keyin ta'siri boshlanadi. Nega? Bu nuqtani bu nuqtani joyida nima bor? Anatomический savol tug'iladi-da. Ha. U yerda nervniy splitение bor, ya'ni nerv tugullar bor. Biz to'g'ridan to'g'ri markaziy nerv sistema, vegetativ nerv sistemaga ta'sir qila olamiz. Ya'ni tanada standartda 365 ta nuqta bo'lsa, shu tanadagi nuqtalar orqali ichki a'zolarga ta'sir qilish imkoniyatiga egamiz. 365 ta deysiz. Hozir juda ham Yo'q, yaxshi. bu standartda. Og'riqqa menga ham qo'yavering, haligi mehmonimiz ham taklif qilgan. Mana og'riqqa hozir sizga qo'yib turadilar. Keyin yana savollarimiz juda ham ko'p. Qani mana Ma'murjon, gapira olasizmi yo'qmi shunaqa holatda? Mehmonni boshlovchilik qila olasizmi? Mehmon chaqira olasizmi? Qani? Aziz aka, Bemalol gapirishlari mumkin. Ninaga o'rganib qolmaymizmi? Yo'q, bunda o'rganib qolish holati bo'lmaydi. Keyin bemalol turib, yurib ishlarni qilsalar ham bo'ladi. Bemalol raqsga tushsanglar ham bo'lar ekan. Chaqiringlar navbatdagi mehmonni, keyin yana savollarimizga javob beradilar. Ungacha muolajalarni davom ettiramiz. Dilniyoz bilan men 2 kishi bo'ldik. O'zi ko'pchilikka qo'yganmiz, aynan san'atkorlardan. Ko'pchilikka. San'atkorlar ham bor, San'atkorlar ham bor, san'atkorlar ham ko'p. Masalan, Firdavs aka. Firdavs Firdavs Bazidinov. Mashhur san'atkorimiz. Men bu kishini Ularga ham qo'yganmiz. yoshligimdan bilaman, yoshligimdan hurmat qilaman. Bu kishi 2 kurs olganlar bizda. Bir qo'yganda 100-150 ta nina qo'ygan biz bu insonga. 100-150 ta. Yosharib ijodga qaytib ketdilar. Demak, Gap tiqib qo'yishibdi. 100-150 ta. 150 ta. Bunaqa 150 ta ninadan keyin mana shunaqa oyoq kiyim kiygan bo'lardi. Siz bildilar. Rahmat. Boringizga shukr. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat, Demak, mana. bu muolajalarni siz ham olgansiz, a? Sizga juda ham tanish holat.
olganmiz albatta. Yaxshi, avval telefon, keyin hamyon, hamma narsani sekin chiqaryapsiz. Sizlar amr qoldirib ketsangiz. Bilasizmi? O'rganib qolgan. O'rganib qolganmiz. Begona joy emas deydi-yu. begona O'zim joy uyim emas. kelganda kelib. Gap yo'q. Jonizomon bo'lsin. Xush kelibsiz, xush Yaxshi. kelibsiz. Xush kelibsiz. Mana Aziz boshlarga aka, antennalar Salomatsiz. Rahmat. Taklif qilishgan ekan, mana keldik. Ajoyib, ajoyib. Yoqing Wi-Fi. Hozirgi kunda odamlar doridan charchagan. Dori darmondan charchagan. O'shaning uchun insonlar tabiiy yo'l orqali davolashni ko'proq xohlashadi. Aynan studentlik davrida tabiiy yo'l orqali qanday insonlar qisqa muddatda davolanib tuzalishi mumkin deb ustozlarimga savol berishganda, ular shu sharq davlatlarida, Xitoy, Tibet, Tailand, Vyetnam, Indiya, Ayurveda o'sha taraflarga borsang, shu narsani o'rganasan deb aytishgan. O'shaning uchun ham shu yo'nalishni biz o'qib, yanada mukammallik darajasiga olib chiqib, mana hozirgi kunda insonlarga foydamiz tegishga harakat qilyapmiz. Juda ham yaxshi, qarang, juda ham tinch o'tirishdi-da. Bitta harakat ham qilishmayapti. Eng muhimi, qarang. qarang. Eng muhimi. Zo'r. Hozir tabletka, osmokol, masalan, stressga, antidepressant, bosh og'riqqa, diqqatga, vahima, vasvas, unaqa narsalar uchun dori shart emas. Mana qo'ydik, o'sha ancha tinchlanib, Ma'murjon akam, ayniqsa kenayimlar rasa rahmat desalar kerak menga. Aynan. Ay, tekshirdi, keyin men ham rahmat deyman. Qiziz kelgan ishlarni o'zingiz qilib qo'ydingiz-da. Ayz aka, men ham rahmat deyman. Bitta ikkita igningizdan tashlab keting menga. Bo'ldi. Bular gap bermaganda shunda sanchib qo'yaman. Voydod. Bo'ldi. Ko'rsatsangiz, qaysi Bilasizmi, peshonasidan uxlatadigan nuqta bor. Uxlatadigan nuqta bor. U nuqtaning nomi Shenmen deydi. Ya'ni men teletomoshabinlarga tavsiya beraman, mabodo sizlar uxlolmasanglar, kechqurun uyqularingiz kelmasa, 1 daqiqa davomida kaftimizni 5-barmog'imizni aynan mana shu yerga to'g'ri keladi, chuqurcha bor o'zi. Ana shu nuqtani 1 daqiqa davomida uqalasa, kuchli, qattiqroq uqalash kerak. Eng muhim jihat shundaki, ikkita qo'limizni bosib ko'ramiz. Qaysi birida og'riq bo'lsa, aynan o'sha qo'limizni bosishimiz kerak. Ikkalasidan bittasi faqat Og'riq bo'ladi, qaysi og'riqli birida? bor joyda, ya'ni bilingki, sizda uyqu masalasida muammo bor. Aynan shu nuqtani qattiqroq bosasiz, bu nima qiladi? Bu to'g'ridan to'g'ri nerv orqali, bu yerda nerv tuguni bor, nerv orqali markaziy nerv sistema, vegetativ nerv sistemaga ta'sir qilib, tanalaringizni, ichki a'zolaringizni tinchlantiradi. Ijtimoiy tarmoqda mana bu joyni sekin bossa uxlaydi degdi. Shuni bosuvdim, umuman 10 soat uyqum kelmasa. Yo'q. Teskari natija. Qaysi bir barmog'ingizni bosdi? Yo'q, mana bu tomonni deyishgan. Bu bosh og'rig'iga Bu ketkazadi. og'riqqa, to'g'ri. Og'riqqa. Oddiy misol, tishingiz og'riq bo'lsa ham, shuni bossangiz yaxshi qoldiradi. Tanadagi og'riq bo'lsa, bosganingizda tanadagi og'riqlarni qo'yib yuboradi. O'sha Shunda qattiqroq bosish kerakmi? Qattiqroq bosish kerak va sizda nima uchun effekt bo'lmagan? Aynan og'riqli qo'lni bosish kerak. Ikkala qo'lni ham baravar bossangiz, masalan, bittasini bosasiz, og'riq yo'q. Lekin ikkinchisiga bosasiz, og'riq bor. Qarang. Ana undagina sizda u ta'sir bo'ladi. Siz kutgan natija bo'lishi mumkin. Aysaka, endi ko'pgina ayollarga boya va'da berib qo'yganman. Bizni qiziqtirgan savol. Menimcha erkaklarni ham qiziqtiradi. Yoshlikni saqlab qolish uchun qaysi nuqtalarni ko'proq bosib turishimiz kerak? Mana Xitoyda Xitoy xalqini har bir fuqarosi menimcha biladi bu nuqtani. Xitoyliklar o'zi Xitoyda qarilik 90 dan boshlanadi. 90 yoshdan. Masalan, biz o'qiganda ham 90 yoshgacha inson qari hisoblamaydi, hamma kasalligini davolasa bo'ladi, tuzaladi deb o'qitishadi. Tushunyapsizmi? Tuzaladi deb. Bizda masalan ayrim holatda 60-70 bo'ladi, endi qarichilikda endi bu yo'q yana. Bo'ldi, bo'yniga olib Bu qo'yadi. noto'g'ri. 90 yoshgacha davolasa bo'ladi. Endi Xitoyliklarda yoshartirish nuqtasi bor. Bu nuqtani ular bo'sh bo'ldimi, kechki payt o'tirib massaj qilishadi yoki bir 3 ta 4 tadan biri igna qo'yadi. U nuqta qayerda? U tizzamizda. Tizzamizni, qo'limizni mana qo'limizni tizzaga qo'ydik, 4-barmog'imiz aynan shu nuqtaga tushadi. O'zi bosganimizda shu yerda chuqurcha bor. Ana shu chuqurcha bor. Shu chuqurchani o'tira olib, ular mana shunday qilib o'qalashadi. Bu nuqta nima qiladi? Birinchi o'rinda tizza og'riqlarini qoldiradi. Tizza og'riqlari. Keyin oyoqdagi og'riqlar to'liq tizzadan pastiga, keyin shish bo'lsa, oyoqda atchoklar bo'lsa qoldiradi va tanadagi ichki regeneratsiya, ya'ni yoshartirish mexanizmini ishga tushirib beradi. Buni xitoyliklar ilmiy taraflama isbotlagan. Men hozir gapiradigan narsa mavhum mistika haqida gapirganim yo'q. U narsa bir 10 yil oldin o'tib ketdi. Bor, tajribadan o'tgan, isbotlangan. Hozir mana oxirgi 2023-yildan
shu yilgacha 23 mingdan oshiq igloterapiya haqida ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi. 23 mingdan oshiq. Ya'ni ta'sirlari haqida hozir mana texnologiyalar rivojlanib turibdi, tekshiruv uslublari rivojlanib turibdi. Jim o'tirish. Qo'yganda haqiqatan ham mexanizmini bilish mumkin. Rostdan biz nimaga jim o'tiribmiz? jim Umuman o'tiribmiz. gapirmayapmiz. Chunki stressga qo'ydik. Nimaga bunaqa Stressga bo'ldi? qo'ydik, Stressga tinchlantirishga qo'ydik, Ha. vohimaga qo'ydik. O'shaning uchun spokойный bo'ladi. Ana, Даже ana. mana bu Voy. yerdan ketganda ham charchoq narsalar bo'lmaydi. Ana. Holatda. Endi Baqirsiz ham ryugovka qilib Firdavs aka. o'tiribsizlar kerakmi bunaqa? To'g'ri. Firdavs aka, endi igna terapiyadan keyingi hayotingizni gapirib bersangiz. O'sha kurslarni olgansiz-ku, nima o'zgardi? Ruhiyatingizda ham nimadir Biz hali o'zgardimi? bitta Nina bilan shuncha bo'lib qoldik. Siz 100 yillikda olgan ekansiz. Ayting. Ular jim o'tiradi. Gap bo'lmaydi. Uyqu masalasi bo'yicha yaxshilangan uyqu, stress, o'sha tez nima deydi, jahlda bo'lishlar, stress, xotira, asab, o'sha asab. Ruhiy holatingiz demak xotirjam bo'lgan, Albatta, mana tinchlangan, a? 3-4 soat uxlasam ham oldin turolmay qiynalardim-da. Ha. Hozir men 2-3 soat uxlasam ham, tursam ham endi nima deydi? Ha. Ijodingizga ham ta'sir qildimi? Albatta, endi kayfiyatingiz yaxshi energiya bo'lgandan keyin bor. yaxshi ijodlar, a? Albatta, Yaxshi. sezildi. Ana sezildi. Olganingizdan keyin birinchi biz yoshartirish nuqtasiga qo'yamiz. Har bir birinchi kundan boshlaganda siz qanday yosharganingizni bilasiz. Birinchi o'rinda ertalab turganda tetik turasiz. Bu bir. Ikkinchidan shu kungacha hayotingiz kuningiz oq qaraday yurgan bo'lsa, bizlarning lecheniyadan keyin hayot rang-barang bo'ladi. Voy, Kayfiyatlaringiz ko'tariladi, xursandchilik bo'ladi, yanada orzu, yanada maqsad, yanada harakat, energiya kelaveradi va eslasangiz 20-25 yoshingizda siz 24 soat ishlagansiz, charchoqni bilmagansiz, to'g'rimi yo'qmi? Bo'lgan, to'g'ri. Ana shu energiya sizga qaytib keladi. Oydin. Siz shu narsani his qilishni boshlaysiz. Men hozir bir narsani his qaytadan qildim. yosharar ekansiz. Hayot rang-barang bo'ladi dedingiz-ku. To'g'ri. Ranglarni ajratishni boshladim. Hozir aynan Firdavs akani kiygan ustidagi kostyumni shimini Ra'no kiyganini ham sezdim hozir. Siz kelishdik-a. Yana Men yana. siz kostyumini, men shimini dedim. Va endi ko'pchilik qiziqyapti hozir. Ko'pchilik mana o'zi haqida o'ylayapti, ota-onasi haqida borsak bo'lar ekan degan fikr uyg'onyapti-da ko'pchilikda. Shu qatorda menda ham. Endi uni hamyonbopmi, qanday shuni ham aytib o'tsangiz. Ha, bitta nina necha pul turadi? Bu juda ham hamyonbop. Qiziqarli mavzu. Agar qimmat bo'lsa, uyda o'zimga o'zim tiqaman aytib qo'ying. Ninani. Hamyonbopligi juda ham hamyonbop. Nega? Chunki sharq tibbiyotida inson tanasi bir butun hisoblanadi. Masalan, qandli diabet kasalligi bor. Qandli diabet kasalligining kelib chiqishini ular o'pka kasalligi bilan bog'laydi. Nafas yo'llar kasalligi bilan bog'lanadi. O'shaning uchun nafas yo'llarini davolasagina qandli diabetda yaxshi natija beradi. Misol deylik, migren kasalligi bor. Doim boshingiz og'rib yuradi. Shunday. Demak, sizda ichagingizda muammongiz bor. Biz ichagingizni davolaymiz. Birinchi bo'lib boshingizni davolashga o'tmaymiz. Uni ham bilish kerak Ichakni ekan. davolaymiz. Ko'ryapsizmi? To есть, men aytmoqchimanki, tana bir butun. Uni a'zolarni alohida bo'lib davolaydigan bo'lsa, kutgan natija bo'lmaydi. Bir-biriga bog'liqligi bor Shunaqa. ekanda. O'shaning uchun bizga kelgan bemorlar, masalan deylik, bel og'rig'i bilan keldi, lekin biz uni boshidan boshlab oyog'igacha davolab chiqarib yuboramiz. Demak, hamyonbop. Hamyonbop. Ya'ni kurs lecheniya 3 million 950 ming bo'ladi. Bitta kurs 5 marta bor. 5 marta. Yo'q, qimmat emas. Qarang, siz 8 ta a'zoyingizni Oling davolab, ninalarsiz. yosharib, chiroyli bo'lib, katta quvvatga Oling ega bo'lib siz chiqib ketasiz. Ha, doriga ham ketadi Lekin- shuncha. Doriga undan ko'p ketadi. Mayli, lekin nojo'ya Asorati ta'siri. bilan ham qolib ketadi-ku yana Shunaqa. kam. Kerak bo'lsa, albatta. Dori bir joyni davolaydi, bir joyni esa Nojo'ya Bu yerda ta'sir. siz dorisiz, qarang, kimikatlarsiz, osma ukollarsiz, tabletkalarsiz, bosh oyoq davolanib chiqib ketyapsiz. Bu baxt. Bu baxt. Yana bitta dori bor. Eshitganmisiz? Qaysi? Qo'shiq. Qo'shiq bor. Albatta, bu zo'r davo. Bu Firdavs akadan, To'g'ri. Firdavs Fazliddinovdan. Bitta qo'shiq siz ham bitta davolash muolajasini Albatta. o'tkazdingiz. Bitta eshikda Albatta. sizni kursingiz unaqa qimmat emas-a? Aziz aka, bilishimizcha, ozdiruvchi, ishtahani bo'g'uvchi nuqtalar ham bor. Xursandchilikni oshiruvchi. Mana shu nuqtalar qayerdaligini ko'rsatib keting. Bilamiz, ishga ketishingiz kerak hozir. Shuning uchun tezda shu savolga ham javob olaylik. Aha. Nuqtalar juda bilasizmi, mana hozirgi kunda ko'pchilikning muammosi bor. Bu
ishtahani bo'g'olmaydi, ishtahani to'xtata olmaydi. O'shaning uchun shunaqa nuqtalar borki, u nuqtaga u tanada joylashgan, hozir ko'rsatib bera olmayman. O'sha nuqtaga qo'ysak, bu aynan qo'lda joylashgan, yelkada, shu yerda. Qo'ygandan ishtahalari bo'g'ilib, ovqatni ko'rganlaridan qornilari to'yadigan bo'lib qoladi. Ya'ni 2-3 qoshiq yegandan o'sha qornlari to'yadi. To'qlik hissini berar ekanda. Shunaqa. Keyin ozdiradigan nuqtalar bor. Mana shu yerdan Yog'larni eritadigan nuqtalar bor. Uni o'zimizda qilsak bo'ladimi u sharoitda? Yo'q, u sharoitda bo'lmaydi. U aynan igoterapiya bilan qilish kerak bo'ladi. Chunki u tanada joylashgan bu nuqta. Rahmat. Aziz aka, bugun shunaqa ko'p ma'lumot berdingiz. Biz juda ham xursand bo'ldik. Yana taklif etishimiz kerak ekan degan narsa. Hozir nuqtada mana qon chiqdi. Bu qon chiqqani bu natija o'ta zo'r degani. Ya'ni, masalan, mana bu yerda ham qarang, tanadagi og'riqni qoni ham ancha ko'p ekanda bu bolani. Og'riq ketdi degani. Ya'ni yo'q, men juda yengil bo'lib qoldim. Juda ham. Shu kunlarda charchoq juda ko'p edi. Mana siz uchun chaqirilganlarda, siz uchun taklif etilgan. Bu ham yaxshilikda. Va bilamiz, hozir endi bizda navbat reklamaga yaqinlashib kelyapti. Sizga minnatdorlik bildiramiz. Juda ham kerakli ma'lumotlarni aytingiz. Rozi bo'ling. Yana xizmatlar bo'lsa bemalol. Studiyada sizni. Bilamiz, ishga ketishim kerak edi, boya aytib o'tgandingiz. Shuning uchun shunda ham qancha vaqtingizni bugun oldik. Rahmat, vaqtingizga rozi bo'ling. O'zini niyat qilib turuvdik, qon chiqazib yuboramiz deb. Rahmat sizga. Rahmat.